Buxoro umra jamiyatidan 12-sentyabr kuni umra safariga ketgan hojilarimiz umra safaridan qaytib kelishdilar. Hoji akam umra safaridan qaytdilar hozir. Umra safarida qanday o'tdi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Ajoyib, hammasi ajoyib. Alhamdulillah, yaxshi ibodatlarimizga vaqtiga borib, vaqtiga keldik. Hammasi o'zimiz xohlaganday bo'ldi. Umra jamiyati kompaniyasiga rahmat. Domlajon, assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Alloh muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli aziz vatandoshlar, inshaalloh safarlarimiz oxir bo'ldi.